ketmaydi. Chunki bu eritib, qizdirib yopishtirganimiz uchun shilangam mahkam bo'lib qoldi. Shilangimiz mana shuncha kirgan ichkariga. Shuncha kirsa ham bo'ladi, lekin biz tiqib ichkarigacha kirgizib yubordik. Ko'pchilik xato qiladi. Mana bu yerdan teshib qo'yadi, bu yerdan teshib qo'yadi, keyin bu yoqdagi suv bu yoqdan oqishi mumkin. Shuning uchun har doim mana shu qayrilgan joyga qaraganda balandroqdan teshganingiz yaxshi. Chunki bu yerdan teshganingizda suv ketmaydi hech qachon. Bu qayrilgan joydan oqib chiqib ketaveradi. Buni hech qanday germetikka surtib qo'yishimiz ham kerak emas. O'zi mahkam bo'lib yopishib qoldi mana. Agar ko'pchilik masalan teshib mana shunday mahkam bo'lmaydigan bo'lsa, lekin hammada mahkam bo'ladi. Bu yerga germetikka surtib qo'ysa, o'z holida rezin bo'lib qotib qoladi. Germetikka ham har qanday xo'stovar sotadigan joylarda sotiladi. Narxi ham 10 ming so'm turadi. Demak, birinchi shilangimizni suv manbasini qotirib oldik, ikkinchisi kanalizatsiyaga ham suvni qotirib oldik. Ikkita ishimiz tugadi. Uchinchi ishimiz semestitil qismini qotirish bo'ladi. Demak, bu yerda semestitilni o'rnatadigan joy mavjud. Mana bu yerda mavjud ekan, hozir ochib ko'rsataman. Ost qismidan mahkamlanganga o'xshaydi. Hozir ost qismini yechamiz. Chiqarib oldik. Semestitilni mahkamlaydigan joyda teshigi, tirqishi mavjud. Demak, biz semestitilga tirqish ochishimiz shart emas. Ko'pchilik aytadi, agar bunaqa narsamiz bo'lmasa biz nima bilan teshik hosil qilsak bo'ladi deydi. Hozir ko'rsatib o'taman. Oddiy bitta drill uchiga svirla qo'yasiz. 10lik svirla. Mana 10lik svirlarni drillga qo'yib, bemalol teshib olsangiz bo'ladi. Juda oson. 5 minut vaqt ketmaydi. Albatta svirlarni sifatlisini olish kerak. Buning uchun aynan xo'stovarga borganda nerjavikani teshadigan svirlar olish kerak. 35-40 ming atrofida turadi. Arzon svirlalar 10 ming so'm turadi, lekin u ham teshadi, sal qiynalasiz. Qimmatrog'idan olsangiz yaxshi. Semestitilimizni ochib olamiz. Demak, semestitil qismini yig'ishni ko'rsatib beraman hozir. Mana bu semestitil ostiga ketadigan qismlar. Bularni oxirida qo'yamiz. Mana bu ikkita rezinchasini olib tashlaymiz. Joyi prosta ichiga chankirmaslik uchun qo'yilgan, otib o'ramiz, keragi yo'q. Ko'pchilik buni qayerga o'rnataman degan savolni beradi. Endi u savolga hojat qolmadi. Mana bunisini ochib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu boltlarni yechib olish bo'ladi. Boltlarni qotirganda mana shu qalin tarafi qisiladigan, mana ключ ketadigan taraf past holatda turishi kerak. Qaytadan qotirishimizda mana bu qalin tarafi yuqoriga qarab turishi kerak. Bunisini joy almashsam hech narsa qilmaydi. Buni bu yoqqa qo'yib qo'ysak ham, madash buni bu yoqqa qo'yib qo'ysak ham hech narsa qilmaydi. Unaqa savol berishga hojat yo'q demak. Mana yechib qo'ydik. Va ushbu qismni birinchi navbatda o'rnatamiz. Mana shu holatda. Keyingi o'rnatadigan holati narsamiz mana shu salniki rezin. Mana shu holatda mana semestitilni mana shu holatda o'rnatamiz mana. Bo'ldi. Tag qismidan endi birinchi qo'yiladigan narsasi mana birinchi bu turadigan bo'lsa, tagida rezini turibdi, keyin bu ost qismidan qo'yiladi. Bu yoqdan. Kladovkamiz pastdan qo'yib buni qo'yganimizdan so'ng keyingi qo'yiladigan boltlarimiz mana shu ikkita bolt bo'ladi. Birinchi mana shu boltimizni qotirib olsak ham bo'ladi yoki buni qotirsak ham farqi yo'q. Albatta birinchi mana shu yuqasini qotirib olsak bizga ishimiz osonroq bo'ladi. Birinchi shu yuqasini qotirib olamiz. Buni qo'yganimizdan keyin ost qismidan bunisini qotiramiz, keyin bunisini qotiramiz. Hozir ko'pchilik aytishi mumkin, bunga ikkita teshik hosil qilish kerakmi va u teshik o'lchamlarini qanday bilaman, oralig'idagi masofani deb savol berishi mumkin. Sizning takvinangizda teshik bo'lmasa, mana do'stlar, mana shuni qo'yasiz, qayergadir, mana misol mana yerga qo'ydingiz. Ikkalasini markaz joyini belgilab olasiz, nimadir bilan chizib, keyin shu ikkita belgilagan joyingizdan svirlar bilan, drill bilan teshasiz. Juda oson. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Demak, biz semestitil qismini qo'yamiz.